Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana bizdan noan'anaviy pechkalarimiz yasalyapti. Ko'rishlaring mumkin. Zakazga qarab xohlagandaqa qilib bera olamiz. Mana qalinligiga e'tibor bering. Tepa qismi boshidan oxirigacha 8 li listda bo'lgan. Yon qismlari 3 lida bo'lgan. Zakaz bergan, biz yasab berganmiz mana. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Mana orqa qismlariga ham bu narsani qo'yib qo'ysa bo'laveradi sitkani. Keyin mahsulotlarimiz mana egalariga jo'natilyapti. Akamiz Qashqadaryodan kelgan. Yuklayapti. 70 nomer. Bu hammom pechkamiz. Mana bu ham zakazga yasalgan. Zakazchi iltimos qilgan, menga yana ham issiq bo'lish kerak deganiga tepasiga gulshitr qo'yib berganmiz. Mana bunimiz ham zakazga ketyapti. E'tibor bersalaring, oddiy hammom pechkaga gulshitr qo'yganmiz. Bu ham yana ham issiq qilib beradi hammomda. Xo'p, yana bitta o'zgacha yasalgan pechkamiz, zakazchimiz buni uzunini 1.20 qilib bering degan. Mana 1.20 sm qilib berganmiz. Keyin orqasiga eshik ham qo'yib berganmiz mana. Bu ochilib yobiladi, fake emas. Mana orqa qismi mana gulshitrli bo'lgan. Orqasida ham eshigi bor. Ikki tuyni o'rtasiga qo'yadi buni. Zakazga ham qilib berganmiz mana. Uzunligiga ham e'tibor beringlar. Uzuni 1.20. Keyin qopqog'ini 8 likda qilib bering degan. Mana zakazchi aytgandan 8 likda qilib berdik. Keyin orqa qismiga ham 8 lik ulab berganmiz. Har qanday zakaz bo'lsa qilib bera olamiz, qo'limizdan keladi, xudo xohlasa. Mana juda bejirim qilib yasalgan, sifatli qilib. Qopqog' ham qo'yib berganmiz. Mana qopqog'imizni qalinligiga ham e'tibor berasizlar mana. Qopqoqlari ham juda qalin bo'lgan. Bundan keyin arava ham ishlab chiqaramiz seximizda. Aravamizni ham noodatiy qilib kraska qilganmiz. Olgan odam ko'ngli yorishadi-da ko'rib. Chiroyli qilib har bitta detaliga e'tibor berganmiz. Balonlari ham o'ta mustahkam yasalgan. Ishlab chiqaruvdan 3 yilga garantiya beramiz o'zimiz. Keyin mana svorkalarga ham e'tibor bering. Kamida 4-5 sm joyi svorka bo'lgan oldini ham. Maqsad uzoq yillar xizmat qilish mana. Aravamiz shu holatda yasalgan. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Mahsulotlarimiz bor. Yetkazib berish xizmati ham bor butun O'zbekiston bo'yicha. Xo'p, shohona pechkamiz ham zakazga qilinyapti. Mana ustani tozalash e'tiborga. Chiroyli qilib ishlangan. Bularning ham tepa qismi 6 likda bo'lgan. Teshaymaydi mana. O'ta bejirim qilib yasaganmiz. Ustakamizni to'xtatib turibsiz. Kun bo'lib ketganiga mana baho berasizlar mehnatimizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bitta svorka qilib yuboringlar aka.